Salom, qadrli tomoshabinlarim. Bugun siz bilan juda ham muhim, hayotiy zarur bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Bu ma'lumot har biringiz uchun, oilangiz uchun, yaqinlaringiz uchun, do'stlaringiz uchun o'ta dolzarbdir. Agar ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rmasangiz, juda katta miqdordagi pul mablag'laridan, davlat tomonidan beriladigan to'lovlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, bu to'g'ridan-to'g'ri chaqiriq. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlarga ulashing. Chunki bugungi suhbatimizning asosiy mavzusi shunday: 2026 yil bir maygacha ariza bermadingizmi, to'lovsiz qolasiz. Kechikkanlar pulini yo'qotadi. Bu xavfli muddat va uning oqibatlari haqida batafsil gaplashamiz. Muammoning mohiyati, ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Azizlar, uzoq yillar davomida mamlakatimizda turli xil ijtimoiy to'lovlar, pensiyalar va nafaqalar tizimi mavjud bo'lgan. Bu tizim ko'pincha qog'oz hujjatlarga asoslangan edi. Siz hujjatlarni to'plab, pensiya jamg'armasi, mahalla idorasi yoki boshqa tegishli tashkilotlarga topshirardingiz. Sizning ma'lumotlaringiz jildlarda, papkalarda saqlanardi. Ma'lumotlar bazalari bir-biridan mustaqil bo'lib, ular orasida o'zaro almashinuv qiyin kechardi. Misol uchun, bir fuqaro bir necha turdagi nafaqa olishi mumkin edi, ammo bu ma'lumotlar turli idoralarda saqlangani sababli ularni umumiy bazaga jamlash murakkab jarayon edi. Natijada ba'zi hollarda ortiqcha to'lovlar yuzaga kelardi. Ba'zida esa haqiqatan ham muhtoj bo'lgan fuqarolar ma'lum bir nafaqadan bexabar qolishardi. Byurokratiya, navbatlar, hujjatlarni qayta to'plash kabi muammolar ham odamlar orasida norozilikka sabab bo'lardi. Hujjat yo'qolib qolishi, arxivlardan topa olmaslik kabi vaziyatlar ham uchrab turardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Mamlakatimizda raqamli transformatsiya jarayoni jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda. Davlat xizmatlari to'liq raqamlashtirilib, qulay va shaffof tizim yaratilmoqda. Aynan shu jarayonning muhim bir qismi sifatida barcha ijtimoiy to'lovlar, pensiyalar va nafaqalar tizimi to'liq raqamlashtirilmoqda, yagona elektron ma'lumotlar bazasiga o'tkazilmoqda. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, endi sizning barcha ma'lumotlaringiz, sizga tegishli bo'lgan barcha to'lovlar haqidagi axborot yagona, markazlashgan, elektron tizimda saqlanadi. Bu tizim har bir fuqaroni shaxsiy identifikatsiya raqami, TSHIR orqali aniqlaydi. Davlat organlari siz haqingizdagi ma'lumotlarni turli idoralardan avtomatik ravishda oladi. Ya'ni siz ortiqcha hujjat yigish bilan ovora bo'lmaysiz. Bu islohotning asosiy maqsadi ijtimoiy adolatni ta'minlash, korrupsiyani yo'q qilish, to'lovlarni o'z vaqtida va aniq manzilga yetkazish, shuningdek fuqarolarga qulaylik yaratishdir. Biroq bu tizimning to'liq ishlashi uchun barcha eskirgan, qog'oz ko'rinishdagi ma'lumotlar yangi, raqamli formatga o'tkazilishi shart. Va mana shu yerda asosiy muammo yuzaga chiqadi. Davlat tomonidan barcha fuqarolarga, ayniqsa pensiya va nafaqa oluvchilarga, shuningdek, boshqa ijtimoiy himoya dasturlari ishtirokchilariga o'z ma'lumotlarni 2026 yil 1 mayga qadar yangilash, raqamlashtirish yoki tegishli davlat organlariga qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun ariza berish talabi qo'yilmoqda. Bu muddat shunchaki shartli sana emas, balki bu qat'iy va cheklangan muddatdir. Agar siz ushbu muddatgacha o'z ma'lumotlaringizni yangi tizimda qayta ro'yxatdan o'tkazmasangiz yoki tegishli arizani bermasangiz, sizning eski qog'oz ma'lumotlaringiz yaroqsiz deb topiladi va sizning to'lovlar to'xtatiladi. Bu jiddiy oqibat, aziz do'stlar. Siz nafaqat hozirgi to'lovlaringizdan mahrum bo'lasiz, balki kelajakda ham yangi ijtimoiy yordam dasturlaridan foydalana olmasligingiz mumkin. Shuning uchun bu masala hech kimni befarq qoldirmasligi kerak. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil, nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Keling, endi bu muhim o'zgarishlarning tafsilotlariga chuqur kiramiz. Avvalo, nimalarni bilishingiz kerak? Siz shuni tushunishingiz kerakki, bu majburiy jarayon. Bu shunchaki maslahat yoki tavsiya emas. Bu davlat tomonidan qo'yilgan qat'iy talabdir. Axborot texnologiyalari asrida har bir fuqaroning ma'lumotlari elektron bazada bo'lishi talab etiladi. Agar sizning ma'lumotlaringiz shu tizimda mavjud bo'lmasa, davlat sizga kim ekanligingizni, qanday to'lovlar olish huquqiga ega ekanligingizni aniqlay olmaydi. Demak, siz shaffof va adolatli tizimdan chetda qolasiz. Xo'sh, kimlar ayniqsa xavotirlanishi kerak?
Birinchidan, keksalar, ya'ni pensiya yoshidagi fuqarolarimiz. Agar siz pensiyani uzoq yillardan buyon olib kelayotgan bo'lsangiz va so'nggi 5-7 yil ichida hech qanday hujjatlarni yangilash yoki qayta ro'yxatdan o'tkazish jarayonidan o'tmagan bo'lsangiz, siz birinchi navbatda xavotirlanishimiz kerak bo'lgan guruhdasiz. Ko'pgina keksa yoshdagi fuqarolarimizning ma'lumotlari hali ham qog'oz shaklida saqlanayotgan bo'lishi mumkin. Ular ko'pincha bu kabi yangiliklardan bexabar qolishadi yoki texnologiyadan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ikkinchidan, nogironligi bo'lgan shaxslar. Bu toifa fuqarolarimiz ham davlatdan doimiy nafaqalar oladilar. Agar ularning ma'lumotlari yangi tizimga o'tkazilmagan bo'lsa, xuddi pensiya oluvchilar kabi ular ham to'lovsiz qolishi mumkin. Ayniqsa, nogironlik holatini tasdiqlovchi hujjatlari eski namunadagi bo'lsa yoki tibbiy-ijtimoiy ekspert komissiyasi, TMEK xulosasi qog'oz shaklida bo'lsa, ularning ma'lumotlarini yangilash zarur. Uchinchidan, ijtimoiy nafaqalar oluvchi oilalar. Bolalar nafaqasi, moddiy yordam kabi nafaqalarni oluvchi oilalar ham o'z ma'lumotlarini tekshirishlari va zarur bo'lsa, yangilashlari shart. Farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, turmush o'rtoqlarining nikoh guvohnomalari, oilaning moddiy ahvoli haqidagi ma'lumotlar, bularning barchasi yangi tizimda aks ettirilishi lozim. To'rtinchidan, ilgari qog'oz hujjatlar asosida yer uchastkalari, uy-joy yoki boshqa ko'chmas mulkni rasmiylashtirgan fuqarolar. Ba'zi ijtimoiy to'lovlar, kompensatsiyalar yoki imtiyozlar aynan ko'chmas mulk egaligiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar sizning mulkingiz elektron kadastr tizimida to'liq ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, kelajakda siz biror bir kompensatsiya yoki davlat dasturidan foydalana olmasligingiz mumkin. Bu ayniqsa qishloq joylarda eski namunadagi hujjatlar bilan mulkka egalik qiluvchi fuqarolar uchun juda dolzarb. Keling, bir nechta aniq misollarga murojaat qilamiz. Misol 1. Otaxon Otabek akaga nima bo'ladi? Farg'onada yashovchi 75 yoshli Otabek aka pensiyani 20 yildan beri oladi. Uning barcha hujjatlari jildda, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limida saqlanadi. Otabek aka smartfondan foydalanmaydi, internetga kirmaydi, televizorda yangiliklarni ko'pincha e'tiborsiz qoldiradi. U shaxsiylashtirilgan identifikatsiya raqami, TSHIR bilan bog'liq bo'lgan yangi tizimga o'tish zarurligi haqida eshitgan bo'lsa ham, buni unchalik muhim deb bilmaydi. Uning fikricha, davlat undan pensiyani qachondir tortib olmaydi. Ammo agar Otabek aka 2026 yil 1 maygacha Davlat xizmatlari markaziga borib, o'z ma'lumotlarini yangi tizimda qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun ariza bermasa, uning pensiya to'lovlari avtomatik ravishda to'xtatiladi. Tasavvur qiling, har oy 1 million so'm pensiya oladigan otaxon bir oyda 1 million so'mdan, 3 oyda 3 million so'mdan mahrum bo'ladi. Pensiyani qayta tiklash jarayoni ham vaqt va asab talab qiladi. Eng achinarlisi, bu kechikishlar uning sog'ligiga va moddiy ahvoliga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Misol 2. Mahmudovlar oilasining bolalar nafaqasi. Toshkentda yashovchi Mahmudovlar oilasida 3 nafar farzand bor. Ular ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali bolalar nafaqasi olib kelishadi. Ammo ularning kichik o'g'li, ya'ni 3-farzandi yaqinda dunyoga kelgan. Oila tug'ilish haqidagi guvohnomani olgan, biroq uni yagona reyestr tizimiga kiritish uchun ariza berishni unutib qo'ygan. Agar ular 2026 yil 1 maygacha ushbu ma'lumotni yangilamasalar, kelajakda bolalar nafaqasini qayta rasmiylashtirishda yoki undan foydalanishda muammolarga duch kelishadi. Yoki eng yomoni, ularning hozirgi nafaqasi to'xtatilib, yangi tug'ilgan farzandi uchun ajratiladigan qo'shimcha to'lovdan ham mahrum bo'lishadi. Oilaviy budjetga bu jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Misol 3. Dilnoza opaning yer uchastkasi. Qashqadaryoda yashovchi Dilnoza opa meros qilib olgan kichik yer uchastkasiga ega. Bu yer uchastkasining hujjatlari 1990 yillarda qog'oz shaklida rasmiylashtirilgan va hozirda u raqamli kadastr tizimida to'liq aks ettirilmagan. Kelajakda agar davlat tomonidan bu kabi yer uchastkalari uchun biror kompensatsiya dasturi e'lon qilinsa yoki shu yerda uy-joy qurish uchun imtiyozli kreditlar beriladigan bo'lsa, Dilnoza opaning mulkiy raqamli bazada bo'lmagani sababli u bu imkoniyatlardan foydalana olmaydi. Bu o'z navbatida uning oilaviy farovonligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. U yerini qonuniylashtirish yoki yangi tizimga kiritish uchun zudlik bilan Davlat kadastr agentligining tegishli bo'limlariga yoki Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishi shart. Kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi.
Umuman olganda, bu yangilik deyarli har bir fuqaroga tegishli, ammo ba'zi toifalar uchun jarayon ancha sodda bo'lishi mumkin yoki ular allaqachon tegishli choralarni ko'rib bo'lgan. Birinchidan, so'nggi 3-5 yil ichida pensiya yoki nafaqa olish uchun birinchi marta ariza bergan fuqarolar. Ularning ma'lumotlari avtomatik tarzda yangi, raqamli tizimga kiritilgan bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Chunki bu davrda allaqachon elektron hujjat aylanishi joriy etila boshlangan edi. Ikkinchidan, oz ma'lumotlarni yaqinda davlat xizmatlari markazlari orqali yangilagan yoki qayta ro'yxatdan o'tkazgan fuqarolar. Agar siz yaqinda pasportingizni almashtirgan bo'lsangiz, nikohingizni rasmiylashtirgan bo'lsangiz, tug'ilishni qayd ettirgan bo'lsangiz va bu jarayonlarni davlat xizmatlari orqali amalga oshirgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizning ma'lumotlaringiz yangi tizimda mavjud. Uchinchidan, rasmiy ravishda band bo'lgan, doimiy ish joyiga ega va barcha soliqlarni, ijtimoiy ajratmalarni elektron tizim orqali to'lab boruvchi fuqarolar. Ularning ijtimoiy ta'minotga oid ma'lumotlari ham ko'pincha avtomatik ravishda yangilanib turadi. Shunga qaramay, har bir fuqaro o'zining shaxsiy kabineti orqali yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilib, ma'lumotlarning holatini tekshirib olishi ortiqchalik qilmaydi. Mening ma'lumotlarim joyida deb xotirjam bo'lmaslik kerak. Tekshiruvdan o'tish atigi bir necha daqiqa vaqtingizni oladi, ammo bu kelajakdagi katta muammolarning oldini oladi. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar, tuzoqlar va ko'zdan panoh nuanslar. Har bir qoida o'z istisnolariga ega bo'lgani kabi, bu yangi tizimda ham ba'zi bir holatlar va nozik jihatlar mavjud. Ularni bilish sizga jarayonni tushunish va to'g'ri harakat qilishda yordam beradi. Qoidadan istisnolar, kimlarga muddat uzaytirilishi yoki ular uchun boshqacha tartib bo'lishi mumkin. Ayni paytda rasmiy ravishda bunday keng ko'lamli istisnolar e'lon qilinmagan. Biroq mantiqan olib qaraganda, quyidagi toifalar uchun alohida yondashuv bo'lishi mumkin. 1. Toshakda yotgan, mustaqil harakatlana olmaydigan nogironlar yoki og'ir kasallar. Bu toifadagi fuqarolar uchun masofaviy xizmat ko'rsatish yoki ularning uyga xizmat vakillarini yuborish mexanizmi joriy qilinishi mumkin. Ularning yaqinlari, vasiylari bu jarayonni amalga oshirishlari mumkin bo'ladi, lekin buning uchun rasmiy hujjatlar talab qilinadi. 2. Xorijda vaqtincha yashayotgan yoki ishlash maqsadida ketgan fuqarolar. Ular uchun O'zbekistonning diplomatik vakolatxonalari yoki konsulliklari orqali murojaat qilish imkoniyati yaratilishi mumkin. Bu jarayon ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun ular hozirdanoq harakatni boshlashlari zarur. 3. Harbiy xizmatni o'tayotgan shaxslar. Ularning ma'lumotlari harbiy qismlar yoki mudofaa vazirligi orqali markazlashgan holda yangilanishi ehtimoli bor. Ammo baribir har bir harbiy xizmatchi o'z pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarni tekshirib olishi kerak. Bu istisnolar hozircha shartli ekanligini unutmang. Eng to'g'ri yo'l davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z holatingizni tushuntirish va aniq ma'lumot olishdir. Tuzoqlar va eng ko'p uchraydigan xatolar. 1. Mening hujjatlarim joyida, ular o'zlari yangilashadi degan noto'g'ri taxmin. Bu eng keng tarqalgan va xavfli xato. Davlat tizimlari ma'lumotlarni o'zlari yangilashi mumkin, ammo bunda fuqaroning TSHIR, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami va boshqa muhim ma'lumotlari avtomatik ravishda raqamli tizimda bo'lishi shart. Agar sizning eski qog'oz ma'lumotlaringiz elektron bazalarda hali yo'q bo'lsa, hech kim sizning hujjatingizni sizning yeringizga kelib olib ketib, uni raqamlashtirib bermaydi. Harakatni o'zingiz qilishingiz yoki yaqinlaringizdan yordam so'rashingiz kerak. 2. Eski namunadagi hujjatlarni e'tiborsiz qoldirish. Agar sizning tug'ilish guvohnomangiz, nikoh guvohnomangiz yoki boshqa muhim hujjatlaringiz Sovet davrida berilgan bo'lsa, ularni raqamlashtirishda ma'lum bir qiyinchiliklar tug'ilishi mumkin. Bu kabi hujjatlarni avval zamonaviy namunadagi hujjatlarga almashtirish talab qilinishi mumkin, keyin esa yangi tizimga kiritish. Bu qo'shimcha vaqt va harakat talab etadi. 3. Muddati o'tgan yoki noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etish. Ariza berishda har bir ma'lumotning aniqligi juda muhim. Agar siz o'z turmush tarzingiz, oilaviy holatingiz yoki manzilingiz haqida noto'g'ri ma'lumot bersangiz, arizangiz rad etilishi mumkin. Bu esa qo'shimcha ovoragarchilikka olib keladi. 4. Oxirgi daqiqagacha kutish. Ko'pchilik 2026 yil 1 mayga hali ancha bor deb o'ylaydi. Biroq bunday muhim jarayonni oxirgi haftalarga yoki kunlarga qoldirish juda katta xatodir.
Sababi oxirgi muddat yaqinlashgani sari davlat xizmatlari markazlarida yoki pensiya jamg'armasi bo'limlarida katta navbatlar paydo bo'lishi mumkin. Bu esa hujjatlarni o'z vaqtida topshira olmaslikka olib keladi. Texnik nosozliklar, internet uzilishlari kabi force majeure holatlari ham muddatni buzishga sabab bo'lishi mumkin. 5. Uchinchi shaxslarga butunlay ishonib qolish. Ba'zi firibgarlar bu vaziyatdan foydalanib, fuqarolarga sizning ishingizni tez va pul evaziga hal qilaman deb takliflar berishi mumkin. Rasmiy hujjatlar va shaxsiy ma'lumotlaringizni notanish shaxslarga bermasligingizni qat'iy tavsiya etaman. Faqatgina rasmiy idoralar va ularning vakillariga murojaat qiling. Ko'zdan panoh bo'lgan nozik jihatlar. 1. Internetdan foydalana olmaydigan fuqarolar. Qishloq joylarda yoki keksa yoshdagi fuqarolar orasida internetdan foydalana olmaydiganlar ko'p. Ular uchun davlat xizmatlari markazlariga borish yoki mahalla faollaridan yordam so'rash muhim. Mahalla idoralari bu jarayonda o'z fuqarolarga yordam berishi uchun mas'ul etib belgilangan. Mahalla raisi, kotibi yoki faollarga murojaat qilib, ular sizga yo'nalish berishi, hatto zarur hujjatlarni to'plashda ko'maklashishi mumkin. 2. Savodsiz yoki texnik jihatdan bilimga ega bo'lmagan shaxslar. Bu toifa uchun maxsus konsultatsiya xizmatlari ko'rsatilishi lozim. Davlat xizmatlari markazlarida ushbu toifadagi fuqarolarga yordam berishga mo'ljallangan xodimlar mavjud bo'lishi kerak. Yaqinlaringizdan, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yordam so'rashdan uyalmang. Bu sizning huquqlaringiz va farovonligingizga taalluqli masala. 3. Ma'lumotlar bazalaridagi nomuvofiqliklar. Ba'zan sizning ma'lumotlaringiz eski tizimlarda bor bo'lishi mumkin, ammo yangi tizimga o'tkazilganda ba'zi nomuvofiqliklar, masalan, familiya yoki ismingizda xato, tugilgan sanada farq yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlar avtomatik tarzda to'lovlarni to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun arizani topshirishdan oldin barcha hujjatlardagi ma'lumotlarni diqqat bilan solishtirish va to'g'rilash kerak. Har bir fuqaro, hatto o'z ma'lumotlari yangi tizimda borligiga amin bo'lsa ham, ularning to'g'riligini va to'liqligini tekshirib olishi juda muhim. Bu kelajakdagi muammolarning oldini olishning eng ishonchli yo'lidir. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Aniq ko'rsatmalar. Xo'sh, aziz do'stlar, endi eng muhimiga o'tamiz, amaliy harakatlar rejasiga. Nima qilishingiz kerak? Qayerga borishingiz? Qanday hujjatlarni to'plashingiz va nimalarni yozishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Bir qadam, vaziyatni baholash va shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirish. Avvalo, o'zingizning holatingizni tahlil qiling. Siz pensiya yoki nafaqa oluvchimisiz? Sizga davlat tomonidan boshqa turdagi ijtimoiy yordam ko'rsatiladimi? Sizning oxirgi marta rasmiy hujjatlarni, pasport, tugilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, propiska va hokazo yangilagan kuningiz qachon? Agar bu 5 yildan oshgan bo'lsa, ehtimol sizning ma'lumotlaringiz yangilanishga muhtoj. Sizning mulkingiz, yer uchastkangiz zamonaviy elektron kadastr tizimida ro'yxatdan o'tganmi? O'zingizning jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamingizni tushir, eslab qoling. Bu barcha davlat xizmatlaridan foydalanishda asosiy identifikator hisoblanadi. Pasportingizning pastki qismida ko'rsatilgan 14 xonali raqam bu sizning chiringizdir. 2 qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Sizning holatingizga qarab murojaat qilish joyi quyidagicha bo'lishi mumkin. 1. Davlat xizmatlari markazlari (TXM). Bu eng qulay va universal variantdir. O'zbekistonning har bir tumanida va shahrida TXM bo'limlari mavjud. Siz u yerga borib navbatga turishingiz yoki oldindan onlayn navbat olib borishingiz mumkin. TXM xodimlari sizga barcha jarayonlarda yordam berishga majbur. Aynan shu yerda siz pensiya, nafaqa olish uchun arizalar berishingiz, ma'lumotlaringizni yangilashingiz, mulk huquqini ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq masalalarda maslahat olishingiz mumkin. 2. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Agar siz faqatgina pensiya yoki nafaqa bilan bog'liq masalani hal qilmoqchi bo'lsangiz, bevosita pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz mumkin. Ammo hozirda ko'pgina pensiya va nafaqa masalalari TXM orqali hal qilinmoqda. 3. Mahalla fuqarolar yig'inlari (MFI). Agar siz keksa yoshda bo'lsangiz, nogironligingiz bo'lsa, TXMga borishda qiyinchilik tugilsa, mahallangizdagi MFIga murojaat qiling. Mahalla raisi yoki kotibi sizga ma'lumot berishi, kerakli joyga yo'naltirishi yoki hatto hujjatlarni to'plashda yordam berishi shart.
Mahalla ijtimoiy himoya dasturlarida faol ishtirok etadi va o'z hududidagi ehtiyojmand oilalarni, keksalarni biladi. Tort yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.Gov.uz. Agar siz internetdan foydalana olsangiz va elektron raqamli imzoga ega bo'lsangiz, ko'pgina xizmatlarni onlayn tarzda, uydan chiqmasdan amalga oshirishingiz mumkin. Bu eng tezkor va qulay usul. Sizning shaxsiy kabinetingizda sizning ma'lumotlaringizning holati aks etadi. 3 qadam. Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Arizani topshirish uchun sizdan asosan quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, yangi namunadagi pasport yoki identifikatsiya kartasi. Agar eski pasportingiz bo'lsa, uni almashtirish talab qilinishi mumkin. TSHIR jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu sizning asosiy identifikatoringizdir. Tugilish haqidagi guvohnoma o'zingizniki va farzandlaringizniki. Nikoh qayd etilganligi haqidagi guvohnoma agar mavjud bo'lsa. Agar siz pensiya yoki nafaqa oluvchi bo'lsangiz, pensiya guvohnomasi, nafaqa tayinlanganligi haqidagi ma'lumotnoma yoki uning kvitantsiyasi. Nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar, TMIK xulosasi, nogironlik guvohnomasi. Olim haqidagi guvohnoma agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi olinsa. Agar siz mulkdor bo'lsangiz va mulk huquqini ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lsangiz, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr hujjatlari, order, oldi-sotdi shartnomasi va hokazo. Bank hisobvaragi ma'lumotlari. To'lovlar aynan shu hisobvaraqqa o'tkaziladi. Alohida holatlarda boshqa qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ish joyidan ma'lumotnoma va boshqalar. Muhim, barcha hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalarini olib boring. Asl nusxalar tekshirish uchun kerak bo'ladi, nusxalar esa arizaga ilova qilinadi. 4 qadam. Arizani to'g'ri to'ldirish. DXM xodimlari sizga arizani to'ldirishda yordam berishlari shart. Ammo o'zingiz ham bilishingiz kerak bo'lgan ba'zi jihatlar bor. Barcha ma'lumotlarni aniq va to'g'ri yozing. Familiya, ism, sharif, tugilgan sana, manzil, shir, bularning barchasi hujjatlardagi bilan bir xil bo'lishi kerak. Bog'lanish uchun telefon raqamingizni aniq ko'rsating. Bu siz bilan bog'lanish va sizga ma'lumot berish uchun kerak. Ariza oxirida o'z qo'lingiz bilan imzo qo'ying. Imzosiz ariza haqiqiy hisoblanmaydi. Arizaning bir nusxasini yoki uning ro'yxatga olinganligini tasdiqlovchi chekni saqlab qoling. Bu sizning murojaat qilganligingizni tasdiqlovchi dalildir. 5 qadam. Jarayonni kuzatib borish. Ariza topshirganingizdan so'ng sizga murojaat raqami beriladi. Mi.Gov.uz portali orqali yoki DXMning maxsus telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, arizangizning holatini tekshirib turishingiz mumkin. Bu jarayon bir necha kundan bir necha haftagacha davom etishi mumkin. Agar biror muammo yuzaga kelsa, siz bilan bog'lanishadi. Shuning uchun telefoningizni doim ochiq tuting va notanish raqamlardan kelgan qo'ng'iroqlarga javob bering. Qo'shimcha maslahatlar: kechiktirmang. 2026 yil 1 maygacha juda ko'p vaqt bor deb o'ylamang. Jarayon hozirdanoq boshlang. Qancha tez harakat qilsangiz, shuncha yaxshi. Yaqinlaringizga yordam bering. Agar oilangizda, mahallangizda keksa yoshdagi yoki texnologiyadan foydalana olmaydigan fuqarolar bo'lsa, ularga yordam bering. Ularning hujjatlarini to'plashda, TXMga borishda ko'maklashing. Bu insoniylik burchimizdir. Rasmiy manbalarga ishoning. Ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmang. Faqat rasmiy davlat organlarining veb-saytlari, Mi.Gov.uz, Adliya.uz, PFUZ yoki davlat xizmatlari markazlarining ma'lumotlariga tayanib ish tuting. Savollaringiz bo'lsa, murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazining yagona qisqa raqami 1148 ga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar, bugun biz juda jiddiy va hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuni ko'rib chiqdik. 2026 yil 1 maygacha ariza bermadingizmi? To'lovsiz qolasiz. Kechikkanlar pulini yo'qotadi shiori ortida fuqarolarimizning farovonligi, ijtimoiy himoyasi va davlatning adolatli tizimni qurishga bo'lgan intilishi turibdi. Bu shunchaki bir sanaga rioya qilish emas, balki davlat va fuqaro o'rtasidagi o'zaro ishonch va mas'uliyatni mustahkamlashdir. Bu jarayonning maqsadi hech kimni pulidan mahrum qilish emas, aksincha, tizimni shaffof, adolatli va har bir fuqaro uchun qulay qilishdir.
Lekin agar siz belgilangan muddatgacha oz ma'lumotlaringizni yangi tizimda qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun ariza bermasangiz, eski ma'lumotlaringiz yaroqsiz deb topilishi va natijada to'lovlardan mahrum bo'lishingiz muqarrar. Bu millionlab so'm pullaringizni sizga tegishli bo'lgan ijtimoiy kafolatlarni yo'qotishingizga olib keladi. Shuni yana bir bor ta'kidlayman. Hoziroq harakatni boshlang. Hech narsani kechiktirmang. O'zingiz va oilangiz uchun mas'uliyatni his qiling. Bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlarga yetkazing. Har bir qo'shni, qarindosh, do'st, hamkasb bu xabardan xabardor bo'lishi kerak. Sizningcha bu yangi tizimga o'tish qanchalik o'rinli? Qanday qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin? Yoki allaqachon arizangizni topshirgan bo'lsangiz, jarayon qanday kechganligi haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning tajribangiz boshqalarga yordam berishi mumkin. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.